Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz tayanch harakat tizimidagi surunkali og'riqlarning eng ko'p uchraydigan 4 ta patologiyasi. Tovon, tizza, bel va bo'yin sohalaridagi og'riqlarni chuqur tahlil qilamiz va og'riq xarakteriga qarab kasallikni aniqlaymiz. Va albatta, uni qanday davolash kerakligini ham batafsil yoritib beramiz. Video so'ngida siz nima uchun oddiy dorilar ta'sir qilmasligini va nega operatsiyalarning 50% bu shunchaki qimmat platsebo ekanligini tushunib yetasiz. Qulayroq joylashib oling, biz esa boshladik. Birinchi klinik keys bu tovon og'rig'i. Xalq tilida buni shpora deyishadi. Ko'pchilik bemorlar va ayrim shifokorlar ham buni yallig'lanish deb o'ylaydi. Natijada diklofenak kabi yallig'lanishga qarshi dorilar buyuriladi. Lekin diqqat qiling. Zamonaviy gistologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, surunkali og'riq mavjud joyda yallig'lanish hujayralari, leykositlar yo'q. U yerda miksoid degeneratsiya jarayoni ketadi. Sodda qilib aytganda, to'qimalar yallig'lanmagan. U qarigan, eskirgan va sifatini yo'qotgan. Shuning uchun bu holatni plantar fassit emas, plantar fascioz, ya'ni yemirilish deb atash tibbiy jihatdan to'g'riroq. Va aynan shu sababli siz ichayotgan og'riq qoldiruvchilar ta'sir qilmaydi. Chunki u yerga uchraydigan yallig'lanishning o'zi yo'q. Har bir holat bo'yicha differensial diagnostika o'tkazamiz. Differensial diagnostika bu simptomlar bir-biriga o'xshash bo'lgan kasalliklarni farqlash va ular orasida aniq tashxisni to'g'ri aniqlash usuli. Sizda aynan fassia muammosi borligini qanday bilish mumkin? Biz Windless testidan foydalanamiz. Test juda ham oddiy. Oyoq bosh barmog'ini qo'l bilan orqaga qayiramiz. Shu payt tovon payi xuddi arqondek tarang tortiladi. Agar aynan shu harakat tovondagi og'riqni kuchaytirsa, demak bu 100% mexanik muammo. Eng muhimi, adashtirib qo'ymang. Agar og'riq ertalab emas, aksincha kun davomida yurganingiz sari kuchayib borsa, bu fassioz emas, bu yog' yostiqchasi atrofiyasi. Ya'ni tovon ostidagi tabiiy himoya qatlami yeyilib, yupqalashib qolgan. Bunday holatda tovonga blokada, kortikosteroidlar qilish tibbiy jinoyat bilan teng. Gormonlar o'sha qolgan ozgina yog' to'qimasini ham butunlay eritib yuboradi. Natijada tovon suyagingiz himoyasiz qoladi va suyakning o'zi bilan yurishga majbur bo'lasiz. Buni keyin orqaga qaytarib bo'lmaydi. Yana bir xavfli belgi bu siqish testi. Tovon suyagini ikki tomondan siqqanda o'tkir og'riq bo'lsa, bu stress sinish belgisi. Bu yerda udarno-volnovaya terapiya va mashqlar qat'iyan man etiladi. Faqatgina to'liq tinchlik va maxsus ortopedik etik talab qilinishi mumkin. Ikkinchi global muammo bu tizza bo'g'imi. Britaniya tibbiyot jurnalida chop etilgan yirik tadqiqotlar isbotladiki, 40 yoshdan oshgan insonlarda degenerativ menisk yirtilishi bu tabiiy qarish belgisi. Bu xuddi yuzdagi ajin yoki soch oqarishi kabi normal holat. MRT xulosasidagi yirtilish so'zidan qo'rqmang. Agar tizzangizda blokada, ya'ni mexanik qisilib qolishi bo'lmasa, artroskopik operatsiya qilish bu mantiqsizlik. Tadqiqotlar ko'rsatadiki, operatsiya qilingan bemorlar va faqatgina to'g'ri muolaja olgan, LFK qilgan bemorlarning natijalari 1 yildan keyin mutlaqo bir xil. Ammo unutmang, har qanday operatsiya bu kelajakdagi artrozga ochilgan eshikdir. Menisk jarohati va artroz haqida batafsil ma'lumot uchun alohida videoyimiz bor. Yuqoridagi link orqali o'tib ko'rishingiz mumkin. Patellofemoral og'riq sindromi. Ko'pincha og'riq tizzaning ichida emas, balki uning old qismida, ya'ni qopqoq atrofida bo'ladi. Bemorlar kinoteatr belgisidan shikoyat qiladi. Bir joyda uzoq o'tirsangiz, misol uchun televizor oldida yoki mashinada tizza zirqirab og'riy boshlaydi. Fiziologiya shundaki, o'tirgan holatda tizza qopqog'i son suyagiga kuchli bosim beradi. Lekin aybdor kim? Tizzami? Yo'q. Asosiy aybdor bu dumba mushaklari. Agar dumba mushagi kuchsiz bo'lsa, yurganda yoki o'tirganda son suyagi nazoratsiz ravishda ichkariga aylanib ketadi. Natijada tizza qopqog'i noto'g'ri trayektoriya bo'ylab harakatlanadi va tog'ayni egovlaydi. Xulosa, biz tizzani davolash uchun e'tiborni tizzaga emas, balkim tos va dumba mushaklariga qaratishimiz kerak. Endi eng murakkab qismga o'tamiz. Bel va oyoqdagi og'riqlar. Bu yerda differensial diagnostika inson hayotini saqlab qolishi mumkin. Tasavvur qiling, siz yurganingizda boldir mushaklaringiz tortishib qoladi. Kuchli og'riq tufayli to'xtashga majbur bo'lasiz. Bu nima? Biz ikki xil oqsoqlikni farqlashimiz shart. Neyrogen va vaskulyar. Birinchisi neyrogen oqsoqlik. Bu spinal stenoz bo'lishi mumkin. Yosh o'tgan sari umurtqa kanali tabiiy ravishda torayib boradi. Tik turganda yoki yurganda bu kanal yanada qisilib, ichidagi nervlarni ezib qo'yadi. Buni tekshirish juda ham oson.
Supermarketda aravachaga tiranib sal oldinga egilib yursangiz, og'riq qoladimi? Sababi siz egilganda umurtqa kanali kengayadi va nerv nafas oladi. Agar o'tirganda yoki egilganda darrov yengillik sezsangiz, demak muammo aniq umurtqada. Ikkinchisi bu vaskulyar oqsoqlik, arterioskleroz bo'lishi mumkin. Bu juda ham xavfli holat. Oyoq arteriyalari xolesterin tufayli tiqilib qolgan. Mushaklarga qon va kislorod yetib bormayapti. Ishemiya farqi nimada? Bu yerda egilish yordam bermaydi. Og'riq qolishi uchun faqatgina bitta yo'l bor. Bu ham to'xtab turish. Yurishdan to'xtadingizmi, og'riq qoladi. Xavfli signal. Agar to'xtaganda og'riq qolsa, lekin oyoq kaftida puls sezilmasa, ortopedga borib vaqtni yo'qotmang. Zudlik bilan qon tomir jarrohiga yuguring. Chunki bu holat e'tiborsiz qoldirilsa, gangrena va amputatsiya bilan tugashi mumkin. Muhim eslatma. Agar bel og'rig'i tunda, ayniqsa tongga yaqin kuchaysa va ertalab 30 daqiqadan ortiq qotib qolish kuzatilsa, bu oddiy osteoxondroz emas. Bu ankilozlovchi spondilit, Bexterov kasalligi, autoimmun jarayon bo'lishi mumkin. Bu mexanik emas, bu yallig'lanish og'rig'i. Bu holatda manual terapiya qilish umurtqani sindirib qo'yish xavfini tug'diradi. Revmatolog va maxsus gimnastika yordam beradi. 4-zona bu qo'llar va bo'yin sohasi. Ko'pincha bemorlar karpal kanali sindromi, ya'ni qo'l panjasining uvishishi bilan kelishadi va qo'lini operatsiya qildirmoqchi bo'lishadi. Lekin shoshilmang. Tibbiyotda ikki tomonlama zarba nazariyasi mavjud. Nerv tolasi bu shunchaki elektr simi emas. Bu tirik naycha bo'lib, uning ichida suyuqlik, aksoplazma oqadi. Agar bo'yinda, masalan, C6, C7 umurtqasida kichik grija nervni biroz siqib qo'ygan bo'lsa, nervning oziqlanishini buzadi. Natijada pastda, bilak sohasida nerv hatto arzimas bosimga ham o'ta sezuvchan va chidamsiz bo'lib qoladi. Bunday holatda bilakni kesish foydasiz. Sabab tepada, bo'yinda yashiringan. Buni tekshirish uchun Sperling testi standart hisoblanadi. Boshni og'riqli tomonga burib, tepadan ehtiyotkorlik bilan bosim beramiz. Agar og'riq yelka va qo'lga xuddi to'p urgandek o'tsa, tashxis aniq bo'yin radikulopatiyasi. Yana bir o'ta muhim jihat. Biz odatda grija nervni ezib qo'ydi, shunga og'riydi deb o'ylaymiz. Lekin aslida sabab har doim ham mexanik bosim emas. Yorilgan diskdan chiqqan moddalar nerv ildizini kimyoviy radikulitni chaqiradi. Bu suyuqlik xuddi kislota kabi nervni kuydiradi. Og'riqni grija bosimi emas, balkim aynan shu kuchli yallig'lanish, ximik reaksiya keltirib chiqaradi. Shuning uchun davolash faqatgina grijani yo'qotishga emas, balkim shu kimyoviy yallig'lanishni ketkazishga qaratilishi kerak. Keyingi videolarda yana qaysi kasalliklarning anatomiyasini yoritishimizni istaysiz? Fikrlaringizni va takliflaringizni izohlarda kutaman. Biz muammolarning ildizini ko'rdik. Xo'sh, zamonaviy tibbiyot qanday yechim taklif qiladi? Biz farmakologik nigilizm tarafdorimiz. Bu nima degani? Bu shuni anglatadiki, surunkali mexanik og'riqlarda vitamin B, dorilar, kalpenisalar va xandoprotektorlarning o'tkir davrida samarasizlik ekanligini AQSh va Yevropa protokollarida allaqachon tasdiqlangan. Bizda 3 bosqichli protokol qo'llaniladi. Birinchisi neyromodulyatsiya, sis terapiya. Xo'sh, biz boya aytgan kimyoviy yallig'lanishni va shishni qanday yo'qotamiz? Bunda yuqori quvvatli magnit maydoni yordamga keladi. U nerv hujayrasini chuqur darajada stimulyatsiya qilib, uni xuddi kompyuterni perzagruska qilgandek qayta ishga tushiradi. Bu nerv o'tkazuvchanligini tiklaydi va og'riqni dorisiz bloklaydi. Ikkinchisi regenerativ terapiya, UVT, fassioz yoki surunkali pay kasalliklarida bizga to'qimani yangilash kerak. UVT kasal joyda mikrostress hosil qiladi va organizmning o'sha nuqtada yangi qon tomirlar o'sishiga majbur qiladi. Biz eski to'qimani yangisiga almashtiramiz. Uchinchisi funksional adaptatsiya va eng muhimi LFK. Ammo bu shunchaki qo'l, oyoqni qimirlatish emas. Bu to'qimaning yuklamaga bo'lgan chidamliligini oshirish. Agar sizning dumi mushaklaringiz ishlamasa, dunyodagi hech qaysi apparat sizangizni qutqarib qola olmaydi. Operatsiya bu ortga qaytib bo'lmaydigan qadam. Uni faqatgina mutlaq ko'rsatmalar bo'lganda qilinishi kerak. Boshqa barcha holatlarda 90% vaziyatda to'g'ri va tizimli konservativ davo g'alaba qozonadi. O'z sog'lig'ingizga ilmiy yondashing. Aniq tashxis uchun professionallarga murojaat qiling. Agar o'zingizda ushbu belgilarni sezgan bo'lsangiz, vaqtni yo'qotmang. Sizga aniq tashxis kerak bo'lsa, Delta klinikda faqatgina obunachilarimiz uchun imtiyoz qildik. Sizdagi holat nozik bo'lgani uchun sizni oddiy shifokor emas, balkim klinikamizning bosh shifokori, 20 yillik tajribaga ega birinchi toifali ortoped fizioterapevt shaxsan o'zlari qabul qiladilar. U kishi MRT qog'ozlaringizni erinmasdan o'qib, sizga operatsiyasiz davolanish yo'lini ko'rsatib beradilar. Bunday ko'rik aslida pullik.
Lekin aynan kanalimiz kuzatuvchilari uchun ushbu qabulni shu oy oxirigacha bepul qildik. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Pastdagi raqamlar orqali qabulga yozilishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr.